Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda robot signal haqida gaplashib o'tamiz. Ko'pchilikdan tushayotgan savollar: qaysi vaqt ishlaymiz, qanday qilib signal olamiz, nimalarga ahamiyat berishimiz kerak ishlayotgan vaqtimizda, dagon nima? Bu savollarga batafsil javob berib ketaman va qanday ishlash kerakligini polностью tushuntirib beraman. 10 tomonlaringda mana oxirgi 10 ta сделкani statistikasi. Ulardan 9 tasi plyus, bittasi minus. Vaqtlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, har bittasi minut ochilgan, tanaffus qilinmagan. Sirazi signal olingan, сделкani ochilgan. Oxirgi сделкamiz $200 minusga kirgan, keyin orqasidan $500 dagon olganman. Agar videomiz davomida birorta signal minusga kiradigan bo'lsa, men dagon qanday olish kerakligini ham ko'rsatib beraman. Bugun o'zida men 100 tadan oshiq signalga kirganman. Hammasini oxirida statistikasini ko'rsatib beraman sizlarga. O'zlaringiz ham kirib platformani tekshirib olishlaring bo'ladi. Videoni bo'lmasam boshladik do'stlar. Iltimoslar videoni oxirigacha va diqqat bilan ko'ramiz. Valyutni parani tanlaymiz. Mana birinchi valyutni parani tanlaylik. Tevaga yopishtirib qo'ydik. Robot signalga kiramiz. Robot signaldan ham xuddi shu valyutni parani tanlaymiz. Vaqtimizni 1 minut, mana aytdim 1 minut tanlaymiz. 30 sekund o'ylaymiz, 30 sekund tanlaymiz. Hozir biz 30 sekundlik tanlab olaylik. Videomiz cho'zilib ketmasligi uchun. Lekin sizlarga o'sha 1 minut, 2 minutlik, 3 minutliklarga kirishda maslahat beraman. Shu taraflama ham o'zgartirsalar ham bo'ladi, kim bilmaydigan bo'lsa. Hozir biz сделкani 30 sekundlik ochamiz, 30 sekundlik tanlaymiz S30 ni. Robot signal kirdi, mana 30 sekundlik deb belgilaganmiz. Keyin pastda mana signal knopkasi turibdi. E'tibor bergan bo'lsalaring. Shunga bosamiz. Mana brokerga bog'landim degan yozuv chiqdi. O'sha brokerga bog'landi, o'sha analiz qilishni boshladi. сделкamiz pastga berildi. Ikkita сделка ochilib ketib qoldi. Ochilganida mayli chiqisi yo'q. Sirazi signal keldimi, sirazi momentalniy сделкani ochiladi. Kutib o'tirmaysizlar. Tushunyapsizlarmi? Kutib o'tirishni kerak yo'q. Sirazi momentalniy ochishlaring kerak. сделкamiz plyusga kirdi. Ikkita сделкamiz. Valyutni parani o'zgartiramiz. 30 sekund tanlaymiz bunga ham. Signalni oldik mana. Valyutni parani o'zgartirishning keragi yo'q. Men sizlarga prosta ko'rsatib beryapman hozir. Hamma valyutni parada ishlaydi. Faqat volatilность kam vaqt ishlasalar ham bo'ldi. Pastga signal berildi. Pastga сделкani ochdik. Mana volatilность hozir boshlandi bozorda. Ko'rdinglar mana. Ulgurmay qoldim. Svecha pastga ketib qoldi. Momentalniy pastga ketib qoldi katta svecha. Ko'rdinglar, bu signalimiz minusga kirib qolishi mumkin. Agar minusga kiradigan bo'lsa, biz dagon olib yo'qoramiz, qoplaveramiz. Nimalarga ahamiyat berish kerak? Volatilность. Asosiysi volatilность. Sizlarga volatilность nimaligini oddiy gap bilan tushuntirganda, narx tevadan pastga to'xtamasdan o'ynayotganligi. To'g'ri bergan bo'lsangiz, narximiz pastga qarab tushib ketib qoldi. Biz signalni ochdik, to'g'rimi? Pastga deb signal berdi. Robot uni bilgan, pastga ketib qolishligini. Tushunyapsizlarmi? Biz signal knopkasini bosdik. Misol uchun aytib o'tyapman. Oxirgi sekundlarda plyusga kirib qoldi. Signal knopkasi bor-ku, bitta bosganlaringda sirazi загрузкаga ketishni boshlaydi. O'sha vaqt brokerga ulanadi robot. Brokerga ulanib turib, aynan o'sha grafikni ko'rib turib, sizlarga signal beradi. Analiz qilgunigacha 5 sekunddan 10 sekundgacha vaqt ketadi. O'sha 5 sekund, 10 sekund oralig'ida narx pastga qarab yoki tevaga qarab ketib qolishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? O'sha vaqt sizlarga tevaga deb signal berdimi, lekin sizlar qaradilaring, analiz qilgunigacha narx itak o'zi tevaga ko'tarilib ketib qoldi. U signalga kirmaysizlar. Tushuntirib beraldimi? Tevaga сделкani ochamiz hozir. Yoki bo'lmasam pastga qarab ketib qoldi. Robot sizlarga pastga signalni ochib berdi, narx pastga qarab ketib qoldi. Analiz qilgunigacha signalni ochmaysizlar. Yana qayta signal olasizlar, kutasizlar. Grafik yaxshimi, volatilность kammi, signalni olib turib ishlaysizlar. Eng oson yo'lini aytadigan bo'lsam, eng oson yo'lini tushuntirib beradigan bo'lsam, mana bu onlayn e'tibor beringlar. Onlayn vaqtida ishlanglar. Ko'p onlayn tajribalilar, qancha ko'p mana shu yerda onlayn bo'ladigan bo'lsa, demak bozor yaxshi, odamlar ishlayapti. O'shalarga qarab turib ishlasalar ham bo'laveradi. Bu zo'r degani. Signalimiz mana minusga kirdi. Yaxshi bo'ldi. Mana $500 biz dagon olamiz. $200 сделка ochgan edimman, $500 dagon olyapman. Agar plyusga kiradigan bo'lsa $460 bo'ladi. $460 biz minus $200 olib tashlasak, $260 foyda olamiz. Tevaga signal bo'ldi. Tevaga сделкani ochamiz. $260 plyusda qolamiz biz. Tushundiringizmi? Agar $200 bilan ketadigan bo'lsak, biz minusda olib ketib qolishimiz mumkin. Shuning uchun biz 2 barobarga ko'paytirib turib, сделкani ochamiz. Undan oldingi minusimizni qoplab olishimiz uchun. Tushuntiraldim degan umiddaman.
Zelkamiz mana plyusga kirdi. Endi bepul versiyasiga o'tamiz. Robot signal knopkasiga bosganingizdan so'ng mana sizlarga ikki xil knopka chiqib keladi. Bepul robotda 10 ta indikator bilan birlashtirilgan holatda bir kunda 25 ta signal beradi xolos. Pullik tarifda bo'lsa, sun'iy intellekt boshligida signal beradi 30 ta indikator bilan birga. Tushunyapsizlarmi? 30 ta indikator bilan birga sun'iy intellekt. Pul bepulda yo'q sun'iy intellekt. Faqat indikatorga asoslanib turib signal beradi xolos u. Telegram botni o'zida robot web emas. Keyin mana pastda yozib berganman, bozordagi hech qaysi robot sizga 100% lik signal bermaydi. Signal bilan strixovka, ya'ni dagon bilan ishlanadi. Tushuntiraldimi? Agar yangi bo'ladigan bo'lsa, tajribalar yo'q bo'ladigan bo'lsa, sizlarga bepul tarifini maslahat beraman. Bepul tarifda ishlanglar, pulligini sota olmanglar. Tajribalar yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana sizlarga yetadi. Kuniga 25 ta signal. Hozir bepul tarifda emas, sizlarga signal olib, tushuntirib beraman, qanday ishlash kerakligini. Oxirgi valyutani paramiz AutoNCD-da 30 sekundlik tanlaymiz. Mana bunda ham xuddi shunaqa, faqat Telegramning o'zida mana robot analiz qilmoqda. Analiz qilishni boshladi. 30 sekund tevaga. Mana dagondan so'ng biz orqaga qaytmayapmiz. Ko'rdingizmi? Agar hozir $500 zelkamiz minusga kiradigan bo'lsa, men $1000 ochishimga to'g'ri keladi. $200 qaytib zelka ochishimiz kerak edi. Hozir e'tibor bermayman. Shu menga hozir qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun sizlar dagonlaring plyusga kirdim, bo'ldi, yana momentan orqaga qaytinglar. Misol uchun $1 zelka ochtirayinmi? Minusga kirdi, $2 ochtirayinmi? $2 plyusga kirgan bo'lsa, bo'ldi, orqaga qaytasizlar. $1 ga yana qaytasizlar. Signalimiz plyusga kirdi. Mana bepul robot ham xuddi shu tarzda ishlayapti. Faqat 10 ta indikator bilan ishlaydi. Sun'iy intellekt yo'q u yerda. Robot web emas, Telegramning o'zida ishlaydi. Bepul robotda ham ishlatsa ham bo'ladi. Signallar plyusga kiradi. Bu bepul robot umuman noto'g'ri signal beradi degani emas. Pullikda aniqroq signal beradi. Chunki 30 ta indikator bor, sun'iy intellekt bor. O'sha indikatorlarga qarab turib, grafikka qarab turib, o'rgillarga qarab turib, sun'iy intellekt sizlarga signal beradi. Bepulda bo'lsa, faqat indikatorlarga e'tibor berib signal beradi. Targov profiliga kiradigan bo'lsak, mana bugungi kunga o'tamiz. Mana bugun 8-aprel 140 ta signal ochilgan. 140 tadan 88% to'g'ri statistika bo'yicha. O'zlaring ham kirib, platformadan kirib, mana shu ID raqamni yozib turib, telefondan qanday qilib qidirish kerakligi hozir ekranlaringdan chiqadi. Bekzod Kabulov chiqadi mana shu ID raqam bo'yicha. Bemalol kirib 8-aprelni ko'rib, tekshirib olishlaring mumkin. 8-aprel men polностью faqat robotni o'zida ishladimman. Tushuntirib beraldim degan umiddaman. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Robot sotib olganlar, bepul robot ishlatganlar, pullik robot ishlatganlar iltimoslardan o'zlarining natijalarini, statistikalarni kommentariyaga yozib qoldirib qo'yinglar. Qolganlar ham ko'rsin. Sog' bo'linglar do'stlar. Yangi videolarda ko'rishguncha